Assalomu alaykum. Robocon testdagi 02-65 masalani yechamiz. Ekub va Ekuk. Javohir matematikani yoshligidan yaxshi biladi. Ammo ustozi Husayn bergan quyidagi savolga dastur tuzishga qiynalmoqda. Husayn A va B sonlarni o'yladi, ammo Javohirga bu sonlarni ekubi va ekukini beradi. Demak, ikkita son o'ylar ekan A va B, ikkinchi o'rtog'iga demak ekubi va ekukini berar ekan. Javohirga shu o'ylagan sonlar ko'paytmasini topib beruvchi dastur tuzishga yordam bering. Ya'ni ekub bilan ekuk beriladi, A bilan Bni ko'paytmasini topishimiz kerak. Bu yerda ekub bilan ekukni demak oralig'i qanchagacha bo'lishi kattaligi. Demak, bittasi ekub ekan, bu 4. Ikkita sonni demak qanaqadir A va B sonni ekubi 4 ga teng, ekuki 24 ga teng. O'sha sonlarni ko'paytmasini topishimiz kerak. Demak, bu yerda 96 chiqar ekan. Bu demak masalaning sharti edi. Keling endi shu masalani algoritmini tuzaylik. AB sonni ekubini AB sonni ekukka ko'paytirilsa, o'sha A bilan B ni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Keling shuni isbotlaylik. A ni tub ko'paytiruvchilarga ajratsak, buni ko'paytiruvchilari P1, P2 va hokazo Pk gacha va darajalari x1, x2 va hokazo xk gacha bo'lsa, B ni ham xuddi shunday tub ko'paytiruvchilarga ajratsak, P1, P2 va hokazo Pk gacha va uni darajalari y1, y2 va hokazo yk gacha. Xo'sh, siz aytishingiz mumkin. Masalan, A'da P1 tub ko'paytiruvchi bo'lishi mumkin, B'da bo'lmasligi mumkin. To'g'ri. Shunda B'da bo'lmaganda uni darajasi 0 bo'ladi. Ya'ni har qanday sonni 0 darajasi 1 bo'lganiga, ya'ni xuddi 1 ga ko'paytirilganda hech narsa o'zgarmaganda shundayligicha qoladi. Demak, tushundik. Xuddi shunday B'da ham bo'lib, A'da bo'lmasa, o'shani darajasi 0 bo'ladi xolos. Demak, endi ya'ni P1 dan Pk gacha bu umumiy tub ko'paytiruvchilar to'plami deb o'ylang. Bo'lmaganlari 0 bo'ladi, bo'lganlari darajasi yoziladi. Endi A bilan B ni ko'paytiraylik. A bilan B ni ko'paytirsak, demak, bunda tub ko'paytiruvchilar shu P1 dan Pk gacha bo'ladi va darajalari qo'shiladi. Chunki asoslar 1 bo'lsa, darajalar qo'shiladi ko'paytirilganda. x1 plus y1, x2 plus y2 va hokazo. Demak, tushundik. Endi ekubini tub ko'paytiruvchilarga ajratib, ekubini topish uchun nima qilamiz? A bilan Bni ekubini topish uchun har bir o'sha ikkalasida ham borini olinadi va minimum olinadi darajasi. Agar yo'q bo'lsa, o'sha minimum avtomatik ravishda 0 bo'ladi, xolos. Masalan, P1 da kelingki 2 deylik, 2 ni ikkinchi darajasi, A'da P1 2 bo'lsa, 2 ni ikkinchi darajasi bo'lsa, B'da 2 ni uchinchi darajasi bo'lsa, ekubda nima qilamiz? Kichigini olamiz, Xuddi shunday, demak, minimum olinadi har birida. Endi yo'q bo'lsa-chi? Yo'q bo'lsa, o'sha darajasi 0 edi. Demak, o'sha minimum bo'lgani uchun o'sha 0 bo'ladi va bu yerda ekubga ham kirmaydi. Chunki 0-darajasi o'sha P masalan 2 mi, 1 mi qaysi bo'lsa ham 1 bo'ladi. Ekukda teskarisi maksimum olinadi. Ya'ni ikkalasida bo'lmaganlari ham olinadi. Shunda ikkinchisining darajasi 0 bo'lganiga maksimum o'sha borini darajasi yuqori bo'lgani uchun maksimum o'sha olinadi. Demak, ekub va ekukni qoidasi bo'yicha hisoblaymiz bu yerda. Ya'ni har bir tub ko'paytiruvchilarda ikkalasida borlardan, ya'ni bu yerda ikkalasida ham bor deyamiz. Nimaga? Chunki yo'qlarda ham 0 deb oldik-ku. Minimum olinadi ekubda, maksimum olinadi ekukda. Xo'sh, endi ekub bilan ekukni ko'paytiraylik. Ko'paytirganimizda qarang. Bu yerda masalan P1 ni minimum x1, y1 darajasi va hokazo yana bu yoqqa qarasak, P1 ni maksimum x1, y1 darajasi. Endi minimum x1 bilan y1 dan bu yerda minimum ham bor, maksimum ham bor, Buni qo'shishimiz kerak darajalarni, to'g'rimi? Ya'ni asosiy ikkalasida ham bir xil P1, P1. Endi bu yerda minimumni ham olamiz, maksimumni ham olamiz. Demak, x1 ni ham y1 ni ham albatta olamiz. Bittasi kichik, bittasi katta bo'ladi. Teng bo'lganda ham bittasi olinaveradi, ya'ni bir xil bo'laveradi demoqchiman. Demak, x1 plus y1 bo'ladi darajalar. x2 plus y2 va hokazo har birida. Xo'sh, bu nimaga teng edi? Yuqoriga qarasak, a ko'paytirilgan b ni o'ziga teng. Demak, ekub bilan ekukni ko'paytirganda a bilan b ga teng ekanligini isbotladik. Keling endi shu masalani Javada yechaylik.
Xo'sh, bu yerda 10 ni 4-darajasigacha bo'lishi mumkin ekan A va B. E kub va E kub. Demak, ko'paytmasi 10 ni 8-darajasidan oshmaydi. Bu degani int tipini ishlatsak bo'ladi. Demak, skaner hosil qilib olingan. Int bu yerda E kub E kub E kub teng in next int bo'ladi. Int E kub teng E kub teng in next int bo'ladi. Xo'sh, natija nima bo'lyapti? E kub bilan E kubni ko'paytmasiga teng bo'lyapti. Va natijani chiqaryapmiz. Natija. Xo'sh, shuni ishlatib ko'raylik. Va bu yerda son berilgan. 424 bo'lsa, ana 96 chiqdi. Bu yerda ham 96, demak to'g'ri yechdi. Endi buni olib baholash uchun yuboramiz. Bu yerdan Java'ni tanlaymiz. Yuborishni bosamiz. Va ana Tesla'dan o'tyapti. Java'da. Tesla'dan o'tyapti. 50 tadan ko'p ekan, 60 tadan ko'p ekan. 100 ta bo'lsa kerak ekan. Java ozgina sekinroq ishlayapti. Xo'p, accepted bo'ldi. Ana bu degani to'g'ri degani. Demak, bu Java'dagi yechim edi. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Undan tashqari, sizga pulli kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lish narxi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. Obuna bo'lish uchun quyidagi manzil orqali menga Telegramda bog'laning. Pulli kanalga obuna bo'lish bizga nimalarni beradi? YouTube va Instagramga qo'yilgan videolarni ko'rish imkonini beradi. YouTube va Instagramga qo'yilmagan videolarni ko'rish imkonini beradi. Dastur fayllarda nusxa ko'chirish imkonini beradi. Ya'ni siz shu paytgacha mavjud bo'lgan videodagi dasturlarni va bundan keyin nasib bo'lsa 1 yil davomida qo'yiladigan videodagi dasturlarni yozib o'tirmaysiz, balki nusxa ko'chirish imkonini bo'ladi. Ushbu video darslar to'xtab qolmasligi, boshqalarga ham yetib borishi va manfaatli bo'lishi uchun hissa qo'shamiz. Buning uchun kamida layk bosib, kanalga obuna bo'lamiz va do'stlarimizga ham ulashamiz, balki ular uchun foydali bo'lishi mumkin. Arzimagan ozgina to'lov evaziga o'zimizni, farzandimizni yoki yaqinlarimizni taqdirini o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Dasturlashga qiziqadigan yaqinimizga kanal obunasini sovg'a qilish 2 marta manfaatlidir.